Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mehmon bu yoqqa qadamlar yetib qopdi-ku. O'zlarini panoh tatib kelib qoldim. Kirsizlar. Bizda bir ko'rishgan to'nosh, ikki ko'rishgan tuqqan degan bir gap emasmi? Sizlar bilan biz qadinaslardan bo'lib qoldik. Ishimiz sizlarga davomli ochiq desizlar. Qani, oltasizlar. Qani. Amin. Allohu akbar. Xudo xayrlarini bersin. Deganlardek bo'lsin. Aras. Bu dasturxonimni obdaraq bir saqlab bergan bo'lsin. Ma'qul. Iliq eshak. U qo'tir eshakning gapini demayli qo'ysizlar. Men sizlarga dasturxonning gapini qilyapman. Ma'qul. Obdan. Asliga sen qo'yay. Lekin za og'izlaridan echil dasturxonim echil degan gap hargiz chiqib ketmasin juma. Omonatga xiyonat qilish dayuzlarning ishi. Sizlar xotirjam uyqularni uxlayapsizlar. Qani. Xudo menga yana bir xislatlik engishtirib o'tgan o'xshaydi. Mushkulotlarim texmi oson bo'ladigan bo'ldi. Qanot quyruqlarim yana uzraydigan bo'ldi. Xudom. Xo'dan. Yana Ahmet geldi, Ahmet. Dadisi, o'zlarini besib elib gap qisilichi, yana qandoq Ahmet geldi? Qara. Eliqi ahmaq qiri, yana bir xosiyatli narsa kelgan o'xshaydi. Avval bu dasturxonni ichib, bir ko'rib boqaylik. Eşini yemesnikiga, kiyimni kiyemesnikiga deptiken. Yuvaşlı bozakımız kıyamet soruğu bağ deydi. Bu galvan qeyri bizga yana nima ekegandi? Gapni oz qil. Og'zing ichiladiganlar bo'lsa, xuddi g'o'rlayning cho'jisidek cho'kuldab ketadi ekansan. Undaq bo'lsa, bu dasturxonda nima karamet bor? Chaqarroq deymanlar. Ishchim bek siqilib ketyapti-da. Chaqarroq deysizlar. İçil dasturxonim içil. İçil dasturxonim içil. Nime keramet bu? Vay vay. Altın tizeklaydigan eshigim bilan 72 xil g'izo chiqirdigan mana bu dasturxonim meni har qanday podshadimmi boy qilib o'tadi. Ering endi boyojining qizini xotinlikqa olsa gaping chiqmas. Oş, to'li gap qilmay iymon taqligina o'g'ri. Qo'shilding a? Quruq gapni qo'yib, av galvan qeri o'yg'ong'icha mau dasturxonni almashtirib olali. Albatta shunday qilamiz-da, jinim xotin. Moshunda xosiyatli dasturxonga o'xshaydigan dasturxondan birini darhol olib chiq. Chopsam bo'la. Ma'qul.
Yana nagi barla? Bak hocamga xabar qilib o'tay. Xosiyatli dasturxonning karomatini ko'rib baqson, qo'liga anglamagan, ko'zi ko'rmagan noz ne'matlarni o'z og'zi bilan tetimigacha mening gapimga ishonmaydigan o'xshaydi. Voy, sizlar ahmoq buvayning burniga tex suv kirmadimi? Ha? O eshakmichu tushib ko'rikka puti bir sepilsa, ikkinchi u ko'rikdan o'tmaydi. Mening ko'zimga ko'rinib turadi. Sizlar xalq olamning oldida yana izohnatga qolala. Ha, to'liq ko'tildimi sangcho? Xotin haq degan bag'o. Sizgan siziqdan chiqmasligi kerak. Uqdingmi? Bu buvayga nim bo'lgandi? Çöl jangallarda yürüp cinçaplashib qoldimi? Ulug' Xudo, ojiz bandamni yomon yo'ldan yondirib, mushkul ishlarini oson qilg'aysin. Begim, helaqa ishni. Bu ishlarni biz endi keyin bir taraf qilamiz. Xotirjam bo'linglar. To'g'rimi? O'ta. Biz uni o'rg'ashtirib. O'ta. Shunday bo'lsinamiz. Assalomu alaykum. Yana nim deb kelding? Hurmatlik bak hocam. O'zlarini xosiyatli dasturxonimning karomatini ko'rib baqsa ekan deb taklif qilib keldim. O'zlariga malol kammasa. Sen yana meni ko'ldirlatmoqchimi? Bu qitim jiningga ezi bo'la. O'zlarini ko'ldirlatadiganға beshim o'nmidi. Janoblarini dasturxonimning karomatini jamoat bilan birga ko'rsa deyishdan boshqa muddaoyim yo'q taqsir. Gapingdan qaraganda rosttakmi turdi. Lekin shuni samingga sap qo'yayki, o'tgan qatimdikisiga o'xshash bagligimizning obro' inovatiga daxli yetkazsang, hargizmi bosh qo'ymayman. Haddim emas bak hocam. Agar dasturxonim haqiqatan xislatlik bo'lmasa oldilariga o'zim kelib xabar qilmagan bo'lardim. Bo'pti. Qani jamoat oldida dasturxonning karomatini bir ko'rsat. Obdan, begim. Qani boy, karomatingni ko'rsat. Echil dasturxonim, echil. Echil dasturxonim, echil. Meni o'sal qilmay, echil dasturxonim. Hey siz gaday, sen bizni yana ahmoq qilyapsan? Nim bo'g'anligini o'zim bilmayapman bak hocam. Mening silini aldash niyetim asla yo'q. Kelinglar. Labay. Masaran qerini chiqib uringlar. Mana qeri. Begim, bak hocam, mag'val oldi. Mang deyma.
Fatem kaçı. Ay huy. Oy Xudoyim. Bu nim ish. Nim bo'lganli sizlar. Oy buvay. Oy. Bu nima tatliqdi? Bu nima ko'glikdi buvay, ha? Buvay. Ko'zlarini asla. Buvay. Sen nimişki meni gapimni anlab qo'ymaylar, ha? Ko'zlarini asla. Ko'zlarini asla. Buvay. Ko'zlarini asla-chu. Oy Xudoyim, oy Xudoyim, oy Xudoyim. Buvay, sizlar nemish mening gapimni anlamaydi. Bovay tayoq zarbisidan nayta uzun o'rin tutib yetib qopti. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Xalqlar orasida Bovayni sarang degan gap taqilib ketibdi. Bovay matam uch matam debdikan. Yeliqi xislatlik yigitning yeniga yana bir qatim boray. Beşimga kelganni ko'raman deb o'ylab, yigitni izlab chiqib ketibdi. Ahiri ana shunda oqibatga qoldim yigit. Tushundim bova. Sizlar haqiqatan oq ko'ngil, sodda ekanlar. Xayr, bu eng oxir qitimqisi bo'lsin. Mana bu zar xaltining ichida xislatlik to'qmoq bor. Agar kimda-kim har qanday yo'l bilan bo'zaq qilsa, xaltining og'zini echib, ur to'qmog'im ur desilar, mushkulotlari oson bo'ladi. Tur to'qmog'im tur desilar, to'qmoq to'xtaydi. Qani, asla. Rahmat yigit. Bu qilgan yaxshiligingni umr bo'yi unutmayman. Ma'qul emisa bova. Endi yo'llariga ravon bo'lsinlar. Xudoyimga omonat. Xudoyimga omonat. Xudo xayringni bersin. Aman bo'l. Bu nima karomat? Umumu tushunma.
Lan bir kayıya da güla. Hey. Ne gelişe? Bırak. Turdayım mı? Ha? Sen bir kere. Hey! Lan naram yediğin göy! Seni koyunu baltırsam tüzük bakmaysa! Hey! Seni tükmenge baltırsam bakmaysa! Ha? Gep anlaşamsa yok! Ha? Bunun diki yanımı şuna kılıçlıkan basan, paçığını çekirdi mi? Assalomu alaykum. Yok ulaş! Ve aleykümselam! Otan tulu mu? Kesle! Kadirlik mihman! Biz kon tonuşlardan bop kaldık, erip gitiptiler. Bugün bir gece hizmetlerde bolay. Kini, merhamet. Himmetlerge rahmet. Kini. Merhamet. Kini, kesle. Kollarını yuvasla. Kaçan. Bugün uzun yol yürüp, yer biçip gelgenler. Kini. Aldı bilen silini, rasa bir optan kütüp olay. Amin. Allahu Ekber. Bir ömür tügmen çörüp ötüptü ben gözle. Tapkan mal dünyayımga. Muşu kattı ayvan sarayını saldırdım. Yurt ehli, bütün el cemaat benim ağzım kılı karaydı. Kolum ne kayak kısınsam şu yak iyiydiğim bop gitti. Hakikaten katta bayladın bu kapla. Xudo sizlarga omad ham barakat ato qilibdi. Allah Teala tiligimni icabet kıldı. Ben bunundan köp fırsat. Bir har oğanның bir ez bommığı var deyen gap rastken. Taksir. Aziz birodarim, sizlar mening ovorchiligimni tatib, eshak va dostixonimni obdan saqlab bergan edilar. Bugun mushu zarri xaltamnimi xuddi shuningga o'xshash saqlab berishlarini o'tinaman. Biroq shuni aslarga sep qo'yay. Lekin ur to'qmog'im ur debsamizlar juma. Qani sen ey? Löbbey. Hocam. Mavzer xaltini mening xonamga kirib qo'y. Bu mehmonning amonati. Xudo sizlarga yaxshi tushlarni nasib qilg'ay. O'ptaroq armilmaslar. Qani sen ey? Xo'sh, hocam. Mehmonni o'jirga boshla. Qani. Qani. Merhamet. Xotin. Xotin, bormi sen? Nim bo'ldi? Qachon ish qo'lgandek asirmay gapni aniq qilmamla. Elg'i ahmoq qeri bizga yana bir boyliq kelibdi. Nima? Boyliq? U galvan qeri yana keldimi? Bu dunyoda endi bizning katta ikkinchi cho'ng boy bo'lmaydi. Bizga hech kim tanqilanmaydi. Xudo u qerining umrini texim uzun, ahlini qisqa qilsin. Chaqqan bo'l xotin, bizni qandoq boyliq kutib turdi ekan, ko'rib boqayli, qandoq. Hey, oldirmislar, maxfiy g'azini kirib, andin ko'rayli. Shuna qilayli. Kel. Asla ko'rli. Ur toqmog'im, ur. Hayda!
vay Xudayım bu neymiş bu? Ay canım ay bir şey var. Xudayım bu ne mümkün bu? Aslida senle menin kıymetlik narsamni o'g'irlab, meni bir muncha baloyi ofatga qo'yishib ketsan-da. Omonatga xiyonat qilganning oqibati mana mushu. Qani aytisha, eshigim bilan do'stixonim qani? Daskan sandıkta işek yıkıldı. Çapsam bol koton, bana bu aşk koş, çapsam bol, tez bol. Oy can. Oy can. Oy can, oy bilem, oy can. Gelin la! Bu ebgâklerini ödünç çıkarmay, rasa silin la! Senla nima qilishmoqchi? Nime qarab tursan? Zodi nima qilishmoqchi? Jinim omon qolsin desang, oqinga qaytish. Çakkan urun la! Ur to'qmog'im ur! Rosa ur! Haydi! Tur to'qmog'im tur! Senla bilan hisob kitobni qiyomat kuni qilishiman. Değil mi? Xotin! Ha? Butkul yurt haqiqiy oltin tilla tezaklaydigan eshak bilan xislatlik dasturxonning sirini bilib ketdi degina. Uncha vala aldirab ketmisizlar. Sizlar ikki qitim tumshuqlarga yedilar. Hammasi mush ikki narsaning kasofatidan bo'ldi. Bu navbat yana bir kelishmaslik yuz bersa, bu yurt bizga harom bo'ladi. Sen yana ishonmayotsan xotin. Avval ati eshak bilan dasturxonning karomatini ko'z tutib qo'yay. Ondan hamma ishni bilib qolasan. Menimi shu chog'da tushunib qolasan. Men ata meni sarangib qopdi deb tumbalaganlarning oldida o'zimning gunohsiz ekanligimni isbotlayman. Gaplardan qaraganda eshak bilan dasturxon rostilla bizni yana izo ahanatga qo'ymasmi? Sen bilan biz ömürlük qadinasladin. Agar seni oldigan bo'lsam, mushu gapni qilgan tilim qurib ketsin. Hay. Shundaqlimi sizning gaplarga hargiz ishongim kelmaydi. Andaqti sana xislatlik eshigim bilan dasturxonimning karomatini bir ko'z tutib qo'yay. İçil dasturxonim, içil! Nima degan karomat bu? Pah. Nima degan ko'p? Nima degan meslik taomlar bu? Qandaq amdigo ishongansa? Yura, endi eshigimning karomatini ko'r. Yura. Ishondim.
Tezekle işigim, tezekle. Altın tilla tezekle. Oy. 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 Ben gözlerimge rastlığı işenmeyvatdım. Oy Xudoyim. Qandaq, xotin? Bunun nima deysan? Rastken. Ma xotin, ola. Ya. Ha. Amdiqo ishongansa? İşendim. Bu naz nimetlerini bir ay yesek mi tügümü gidek. Ola, ha. Akıyda geldik gülmanın, ateş küzük yananın, canan imek Allah'ın, ey Allah'ın. Hocam. Hürmetli ben hocam. To'xtat. Heliqi ahmaq qeyrining ishigi rastilla oltin yan bu tezekleydi ekan. Nim deding? Men heliq qeyrining eshigining oltin tezekliganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu gaping rostmi? Men sizlarga Xudo nomidan qasam qilaman. Uning yana texi turli noz ne'matlarni chiqara oladigan xislatlik dasturxonimi bor ekan. Ha? Amisa bir nechanglar berib ko'rib kelinglar. Ma'qul. Qani buvay karomatlarini ko'rsasizlar. Obdan. İçil dastıxınım, içil. Nima degan karomat bu? Ya Rabbi, ya Rabbi. Nime degan isil sala bu. Pek isilken. Allahu. Qarsla. Qanevlergen isilligini. Vah. Qandoq karomat bu? Nima degan izil? Vah, Mahmudning o'xshab ketganini ko'rdim. Bu rostliq xislatlik odam ekan. Heliq postakchi uni qaqsoqti qilmagan bo'lsa, buchaqa uning karomatini ko'rib bo'lar ekanmiz. O'zining turmushimi allaqachon bayonatlashib ketgan bo'lar ekan. Aziz mehmonlar, endi eshigimning karomatini ko'ringlar. Nime karamet baktı ha? Nime karamet bulan bu Oltin tilla tezekle eshigim. Rostken?
Rostken. Rostken. Dünyada mı şundaq bu iş bo'ladi ekan, ha? Eshakning tillatsizligini ko'rmagan. Xudoyim, tova. Qani mehmonlar, tillalarni ilinglar. Aşu Ebgar qerining ishiga rostilla oltin tilla tizaklamdikan. O qerining ishiga haqiqatan haddi hisobsiz oltin tillar tizakladi. Beyxo'jam, bizmi o'z ko'zimizga ishonmay qoldik. Texmi yomini u harom qeri shu oltin tillarni qalanda yalan to'shlar taqsim qilib berdi. Shundaqmi? Tova. Jahonda mushunda xosiyatli eshaknimi ato qilgan ekanda. Bek hocam, mushundaq himmatli, xosiyatli go'harlarning qo'sig'iga topsa, ustivish yalang'och qoladigan tegi past gadayning qo'liga tushib ketishi biz uchun haqorat ham ofatdir. Bu qerining eshigi kunda mushundaq oltin tesaklaversa, dasturxonidan nozu ne'matlar chiqib tursa, namratchilik, ocharchilik ichida yashayotgan xalq cho'qim u tarafga eqib ketib, bir kuni beshimizga balo bo'ladi. Uning ustiga hozir xazina qurib qoldi. Mushundaq sharoitda bu go'harlarni xazinaga elishimiz kerak. Bu bayligimizning taxti, baxti bilan zik munosabatlik ishdir. Yuzbeshi, labbay. Bovayning eshigi bilan dasturxoni darhol xazinaga ilinsin. Qarshilik ko'rsatganlarning qo'llasi ilindi. Bosh ustiga bigim. Baba, çapsan bosla. Özlerini derhal daldığı asla. Beynin kalçıları, sılının dastıkallarıyla eşeklerini tatabiliş için bastırıp kilip atıdı. Bu oş göz münafıklar. Çapsan bulunla. Oy çakarlar. Peylinglardan yenip, aqınglar qaytinglar. Oltin tilla bilan noz ne'matlar yurtni obod qiladi. Meni xotirjam gunohini qo'yinglar. Bu ahmaq holchilar. Sallamo. To'qmoqni yem bo'ladigan bo'lishdi. Ur to'qmog'im ur. Nan qipila. Bir to'qmoq shuncha bola odamni yengalamdiki. Hamma chaparmanlar otlansin. Bu qatim Chigipas qergadayning kallasini ilib, dasturxoniga yo'gab, eshigini billa qo'shib epkanmaydigan bo'lishsang, o'zinglarni dar ostida ko'rishsan.
Oy xotin. Elik chaparmanlar qirilib tugidi. Xudo bizga aminlik berdi. Sizlar haqiqatan qaltis qildilar. Ya xotin, men bir ojiz banda. Bizni o'rnimizdan saqlab, fuqarolarni zulmdan ozod qilgani mana shu xosiyatlik to'qmoq. Bu to'qmoq bagning jojisini berdi. Shundaq. Biz endi bu to'qmoqni chin saqlaylik. U avam uchun oltin tilla tezaklaydigan eshak bilan 72 xil taom chiqara oladigan dasturxondanmi bek muhim desizlar. To'g'ri aytsan xotin. Bu to'qmoq qo'limda bo'lsa, hech kim bizni bo'zga tanmaydi. Butkul avam xalqimi hech kim zulm salanmaydi. Sizlarcha endi bu yurtga kim bek bo'lar? Fuqarolar albatta adil, haqqoniyatchi bir odamni bek qilib saylaydi-da, buningdan keyin bizmi xotirjam turmush kechiramiz. Sizlar endi heliq xislatlik yigitga butkul yurt ahli nomidan rahmat aytsizlar. Osh xislatlik yigit bizga bu xosiyatlik narsalarni bermagan bo'lsa, xalq mangu ahizor ichida yashaydi. Bizning muqaddimiz ko'tarilmaydi. Menmi shundoq o'ylayotdim. Unda bo'lsa men hozirla safarga otlanib, u yigitni yana qoray. Bo'ladi. Bütün ömrü yoksuzluk ve gurbetçilikte ötken Bovay bilen Momay ve avam halk. Ahiri bu möcüzünün yardımı ve küçü bilen aşu nefsaniyetçi beg hocalarının zoravallıqıdın tutulup, ahirki ömrünü kuşal kuran bayaşatçılık işçide öttü.